oxirgi vaqtlarda juda ko'p shamollashlar kuzatyapmiz, ayniqsa yosh bolalarda va yosh kattalarda. Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Juda o'rinli savol bo'ldi. Hozirgi mana o'zim ham ko'p e'tibor beryapman. Fevral oyida, mart oyida juda ko'p shamollash, har xil virusli infeksiyalar, o'sha har xil pnevmoniya bilan asoratlangan, yiringlik protsesslari bilan asoratlangan bemorlarni ko'rdik. Ko'pincha ayniqsa yosh bolalarda juda bu tez rivojlanib, tez o'sha har xil pnevmoniya, havo yetishmovchiligi, har xil kasalliklarga tez yetaklaydigan virusli infeksiya alomatlari juda ko'p bo'ldi mana shu fevral-mart oylarida. Buni asosan bu immuniy sistema bilan bog'liq, immunitet slabiy bo'ladi. Tim bo'lib hozirgi viruslar juda agressiv, juda tez rivojlanib ketadi. Asoratlari ham juda ko'p. Ayniqsa bu yosh bolalarda va yosh keksa odamlarda bu jarayon tezda rivojlanib, tezda o'sha asoratlariga olib kelyapti. Masalan, o'pkada suv yig'ilishi, o'pka yiringlashi, pnevmoniyalar, har xil yurak yetishmovchiligi, o'pka havo yetishmovchiligi bilan kechadigan kasallik. Buni albatta mana shu birinchi belgilarini kuzatgan payti albatta shifokorga murojaat qilish tavsiya qilamiz. Chunki malakali shifokor bu narsani to'g'ri anglab, to'g'ri tashxislar vaqtida nima qilsa, aniqlasa, uni asoratgacha olib bormasdan davolash ishlarini boshlaversa, natijalari yaxshi bo'ladi. Ko'pincha bu mana men o'zim yosh katta bemorlarga qarayman. Ayniqsa mana shu yosh keksalar, onaxonlar, otaxonlar bor, sahrli diabeti bor, qo'shimcha kasalliklari, qanaqadir bronxialni astma qo'shimcha kasalliklari bor, jigar yoki buyrak surunkali kasalliklari bor, qo'shimchasiga yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligi. Ularda albatta bu asoratlari birdan bilinadi. Shuning uchun tavsiyam mana shu har xil samolecheniyalar bilan, har xil narsalar bilan shug'ullanmasdan iloji bo'lsa, malakali shifokorga murojaat qilinsa, vaqtida aniqlansa, vaqtida o'sha davolash usullari qo'llanilsa, o'sha bemorlarni sog'ligi tez tiklashga, tez o'ziga kelishiga yordam beriladi.